Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana bu bizning bog'imiz, vishnya bog'imiz, sortimiz Oblachinka. Bu Serbiyadan, originator Serbiyadan kelgan sort. O'zini o'zi chaqnatadi. Kalibrlari shu 17-20 gacha o'rtacha bo'ladi. Grami gidetda 4,5-5 gram atrofida o'rtacha. Xo'p, o'zini chaqnatadi. Pishish davri bu bizda yana litovka sorti ham bor. Litovkadan bir hafta oldin, gul davri ham 5 kun 6 kun avval, pishish davri ham 7 kunlar avval. Buni bizda birinchi sortimiz bu terilsa, undan keyin haftadan keyin litovka boshlanadi. Plus tomoni terimda, terimi endi qo'lda ishchilar bilan vaqtni rejalashtirish, terim rejalashtirishga ma'qul keladi. Buni terib olamiz, orqasiga litovka. Hozir yana ikki xil yangi sort bilan bitovni qilib payvand qilib o'zi bir kuzga tayyor bo'ladi. Xudo xohlasa ko'chatlarimiz. Bu endi litovkaning yangi klonlari, litovkadan ham kattaroq, 1-2 mm ga og'irroq. Yana bir 5 kun yana kechroq pishirgan. Uni endi ko'chatimiz tayyor, kuzga tayyor bo'ladi. Bu ish bo'yicha masalan siz hozir bir kimdir yuribdi masalan deylik, shu vishnya qilmoqchiman. Menga o'sha videolar chiqqandan keyin rasullardan ham telefon bo'ldi-da menga. Mana yaxshi bog' bor ekan, bir ko'rishimiz kerak, nima qilsak bo'ladi deb savollar ko'p berdi. Ko'p odam savol berdi. Shuning uchun bir yaxshi tavsiya bering, shu haqqoniy, masalan biz uni maqsadimiz qanaqadir ko'chatimizni sotish emas, boshqa emas, bir halol bir tavsiya beraylikki, shu odamlar ertaga shundan yaxshi foyda ko'rsin, mana bir perspektiva shu tomonlar bo'yicha. Vishnya qiladiganlar bo'lsa, albatta biznes uchun qilinadi. Daromad topish uchun, hobbi uchun bo'lmaydi, albatta. Hobbi tomar qiladi. Katta bog'lar biznes uchun, daromad uchun. Avvalambor yerini, tuprog'ini o'rganish kerak. Relyef qanaqa joyda, tuproq tarkibi qanaqa, suv qanaqa, suvni manbai qayerdan, oqar suvmi, yer tagidanmi? Oqar suv bo'lsa ichida element madanlarga to'yingan bo'lib keladi, tog'da bor. pH normada keladi. Yer tagidan bo'lsa, agar sho'rtobroq joylar bo'lsa, tagidagi suv ham sho'rroq bo'ladi. pHda muammolar. Undan keyin tuproq tanlagan bo'lsa, undan keyin podvoy. Bizda bu yerda kap 6P. Kap 6 podvoyda qatorimiz 5, qatori tuporasi 2,5 metr, 800 tub gektar. Endi qayerlardadir masalan maksimaga ulangan ko'chatlar chiqib qolishi unga eksa bo'ladi. Kuchli podvoy ham. Shuni sal ko'paytirib 4,5 ga 2,5 qilsak bo'lmaydimi shuni? 4,5 ga 2,5 qiladigan bo'lsa, mana buni kichikroq center lider qilib, ha? Minilashtirish kerak. Tupson ko'paytirib, ha? Biz buni hosilni maksimal olish uchun ko'proq qo'yamiz. Orasidan tanlab qiladi. Agar 4,5 ga bo'ladigan bo'lsa, qator forma ozgina o'zgaradi. Sal ixchamlashadi, minilashadi. Modellar solmasan 6-7 emas, bitta kamroq bo'yidan ham, yoshroqlardan ham shunaqa bo'ladi. Keyin navlar bo'yicha o'sha yangi ikkita nav olib keldingiz, u qanday navlar bo'yicha? Yangi navlarimiz Yevropadan olib keldik. Yaqinda shu navni bizga bergan kompaniya bilan boshqarishni gaplashuvdik. Bu navlar istiqbolli navlar deb aytyapti. Litovka bizda hozir yaxshi hosil beryapti, bundan ham ko'proq kalibri ham hosillangan. U Litovkadan ham yaxshiroq deyapti. Yangi klonlar deb endi bu yil eksak, kelajakda xudo xolasa ko'ramiz. Agar bizda shu birinchi etap bu pishsa, orqasi haftadan litovka pishsa, undan yana bir haftadan keyin u yangi sortlar pishsa, biz terimni rejalashtirib bemalol ulg'ayamiz. Endi ish tomonidan. Endi yaqin kelajakda baribir yangi qilinayotgan vishnya bog'lari kombayn mashinada teradigan bo'lsa, sxemasi o'stirish tizimi o'zgaradi aniq. Bunaqa endi vaza bo'lmaydi. Yo 1 litr sentli yo bibom 2 tanali bo'ladi-da. Asosiy tana bo'ladi, balandlik belgilanadi, yonshoqlar bilan ishlanadi. Yonshoqda bo'ladi hosil. Yonshoqlarni uzunligi ana shunga qarab ishlanib ketaveradi. Bu bog'da ham to'liq hozir mexanika o'tyapmiz, xudo xolasa bizlar. To'liq usti ham, pasti ham yog'ini mexanik kesiladi. O'sha biz arra mexanik o'sha degani unda qo'lda kesilmaydi, maxsus arramiz bor, apparat bor, o'sha apparat bilan kesamiz. Unga ham shunga o'xshab o'tkazsa bo'ladi uni ham.
Asta-asta moslashtirasak bo'ladi. Asta-asta. O'sha 1 litrlik bo'lsa juda ajoyib bo'ladi. Yonni har yil kesasiz yonini, o'saveradi, yonni kesaverasiz. Juda zo'r bo'ladi. Bizlar ham sroki zamorozkaga maqsadimiz shu bo'yicha. Shu muzlatib eksport qilinadigan davlat. Hozir juda ko'p bilasiz, talab juda ham oshib ketgan. Chunki Yevropadan ham juda ko'p mehmonlar kelib doim shuni bizdan so'rashadi. Mana hozir ichkariga kirib ko'rsak ham bo'ladi mana. Haqiqatdan mana yo'lda shu yurolmaydigan holga kelibdi. Mana shunchalik mevadan og'irligidan. Mana shu. Bulardan endi 32 dan 35 kilo ham beradi, lekin faqat unaqa deb aytib hammani o'sha hamma narsa bir xil bo'lmaydi. Shu uchun o'rtacha 20 kilo chiqsa ham 25 kilo. Ha. 20 kilo chiqqanda ham shu 20 tonnaga yaqin bo'lib qolyapti. Endi o'rtacha shu 15 tonna bersa juda ajoyib bo'ladi bu. Demak, bu vishne bog'lar bo'yicha qisqa bir tanishuv edi. Endi ko'p ekmoqchi bo'lganlarga bu o'ylayman yaxshi tavsiya bo'ldi. Xudo xolasa nasib bog' qilsa yana rivojlanib ketaveradi deb o'ylayman. Chunki bu baribir qancha bog' qilib eksport qilsak, bizlar o'zi O'zbekistonning kelajagi uchun ham yaxshi. Bu degani faqat shuna bu vishne bog' qilish kerak degan to'g'risida emas, buni ham bir isboti to'g'risida bir ikki og'iz gap bo'ldi. Sanoat ishimda masalan bog' nechta odam bundan zavod tizimda bu ikkita uchta shunday. Uni eksportgacha iste'molchi klientgacha haqiqiy u yoqqacha borguncha ham 3-4 ta bosqich. Bu degani ishchi o'rinlari, qo'shimcha qiymat, iqtisod, finans tomonidan faqat shu yaxshi navlar tanlab ekish kerak. Olcha bog'larida mana vishnya deyiladi. Olcha o'zimizda o'zbek tilida Oblachinka navi teri boshlaydi. Mana og'irligidan mana Oblachinka navi o'zi Litovka naviga nisbatan tik o'sadigan, uncha egilmaydigan navda. Mana qarang. Hosil bilan mana hosillar. Mana hosil ko'rishingiz mumkin. Mana to'liq hosil. Hosildorlik o'rtacha 10 tonnadan 20 tonnagacha bo'lishi mumkin. Yaxshi yillarda, kam ham bo'lishi mumkin, o'rtacha shunaqa beradi. Ekish sxemasi 5 ga 2,5. Mana vaza usulida qilganmiz. Bular qo'lda terilyapti. Keyingi yillariga xudo xolasa sentrlidir ikkitalik V usulida va mexanik terimga o'tamiz inshaalloh. Mana agar shunaqa vishne qilmoqchi bo'lganlar ko'rish mumkin. Vishnedan ham buni to'liq zavodga teriladi. Ular zavodga teriladi va zavodda to'liq tanaga olinib, muzlatilib Yevropaga eksport qilinadi. Eksport narxlari ham juda ajoyib. Narxlarni bilish uchun to'liq kommentariylarda narx deb yozib qo'ysangiz, xudo xolasa narxlarini ham aytib beramiz. Juda ajoyib. Eksport narxlarida buni. Mana Oblachinka navi to'liq mana hosilda mana egilgan. Mana shuncha hosil.